Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va aziz tinglovchilar. Bugun biz juda muhim va dolzarb mavzu yoshlar ma'naviyatining ajralmas qismi bo'lgan san'at va unga bo'lgan munosabat haqida so'z yuritamiz. Hozirgi zamonda ko'plab yoshlar klassik san'atdan ko'ra qisqa videolar, muzeylardan ko'ra savdo markazlarini afzal ko'rishni sir emas. Xo'sh, buning sababi nimada? Bu oddiy qiziqishning o'zgarishi yoki ortda chuqurroq muammolar bormi? Keling, shu savollarga javob izlaymiz. Yoshlar san'at va zamonaviy qarashlar muammosi. Bugungi kunda yoshlar hayotda san'atning o'rni tobora o'zgarib bormoqda. Avvallari klassik musiqa, adabiyot, tasviriy san'at yoshlarning ma'naviy dunyosi boyituvchi asosiy manbalardan biri bo'lgan bo'lsa, hozirgi davrda qisqa videolar, ijtimoiy tarmoqlar va ko'ngilochar kontent ustunlik qilmoqda. Bu holat tasodif emas, balki zamonaviy hayot ba'zi ta'zib bog'liq muammolar natijasidir. Avvalo, raqamli texnologiyalar yoshlarning fikrlash tarziga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Tezkor axborot almashuvchi va tezkor axborot yig'uvchi qisqa formatda kontent diqqatni uzoq vaqt jamlashni qiyinlashtirmoqda. Natijada chuqur mazmunli san'at asarlarining tushunish va ularda zavqlanish uchun zarur bo'lgan sabr kutilmoqda. Shuningdek, bugungi jamiyatda programmik qarashlar kuchaygan. Ko'plab yoshlar san'at daromadi manbai sifatida ko'rmaydi va uni ikkinchi darajali mashg'ulot deb hisoblaydi. Bu esa ularning texnik va iqtisodiy sohaning ko'proq e'tibor qaratishiga olib keladi. Ta'lim tizimining kamchiliklari bu jarayonni o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Ko'pincha san'at darslarini nazariy asoslangan bo'lib, amaliy va qiziqarli usullar yetishmaydi. Agar san'at interaktiv zamonaviy siqlat o'rgatilsa, yoshlar qiziqishi ancha oshgan bo'lardi. Bundan tashqari, ommaviy madaniyat ta'siri ham katta. Oson qabul qilinadigan, tez unutiladigan kontent yoshlarni chuqur fikrlashdan uzoqlashtirmoqda. Natijada san'atning asl qiymati ko'pincha e'tibordan chetda qolmoqda. Xullas qilib aytganda, yoshlarning san'atga bo'lgan qiziqishi kamayib borayotgani ko'rinsa, bu uning uchun san'at zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish, ta'limiy yangilash va yoshlar ongiga san'atning haqiqiy ahamiyatini shakllantirish zarur. Chunki san'at bu joyda ma'naviyat yashaydi.